طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Hammalarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsan. Fatima nima ish qilyapsan? Xiyolingda onamga yordam qilyaptamsan texi? Shundoq, qo'limdan kelishicha yordamlashyapman. Kel birga top o'ynaylik. Men hozir o'ynamayman. Men o'zimga har kun onamga yordamlashaman deb va'da qilgan. Singlim, onamning sening yordamingga ehtiyoji yo'q. Sen qilgan ishni hamma kishi qila oladi. Ammo men onam nima desa shuni qilaman. Onamga yordam qilg'im bor. Bak jahil ekansan. Sana dedim-ku, onam sening yordamingga muhtoj emas singlim. Ali, nima ish bo'ldi? Nimalarni deyapsan? Bova, Fatima men bilan top o'ynag'ili unmadi. Men o'ynag'im yo'q demedim. Uy ishlariga yordamlashib bo'lgandan keyin o'ynay dedim. Muallim muvaffaqiyatning siri yordamlashishda deganti. Yordamlashish degan cho'ng ishlarga qartilgan. Bundaq ushaq-tushak ishlarda emas. Shundaqmi bova? To'g'ri dedimmi? Fatima, gullarga suv qo'yib bo'ldi. Ishing tugadi. Endi o'ltirib paranglashayli. Kel qizim, yenimda o'ltir. Ali, senmi kel, o'ltir. Yordamlashish degan so'zning ma'nosini tushuntirib qo'yay bolalar. Yordamlashish deganlik bir odamning ishini yana bir aylarning ustiga ilib qilishi deganlikdir. Yordamlashish koinotdagi jonliqlar orasida muhim ishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Arilar o'zaro yordamlashib asal ishlab chiqaradi. Qushlarmi top-top bo'lib yashaydi. Bu vaqtda nurg'un misollar bor. So'zlab tugatkili bo'lmaydi. Bu bir muhim masala. Undaqda singlim Fatimaning qilg'ini yordamlashish bo'lamda? Shundoq. Ota-onaga uy ishlarida yordamlashish, uylarni pok-pokiz, ratlik tutish mushu doiraga kiradi. Yordamlashishning aniq bir misoli Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Makkadan Madinaga hijrat qilishi eng cho'ng yordamlashish bo'ladi. Shundaqmi buva? Aferin Fatima. Payg'ambarimizning hijrati yordamlashishning eng cho'ng bir ulgisi. Hozir his qilishimcha, men bayatdan Fatimaning qilganlarini yordamlashish emas deb turib olib xatolashibdiman. Alloh bizning har fursatda bir-birimizga yordam qilishimizni tavsiya qiladi. Alloh taolo mundaq degan: yaxshi ishda va taqvodorlikda yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Rasululloh alayhissalom mundaq degan: agar bandisi qarindishiga yordam qilish uchun yo'lga chiqqan bo'lsa, Alloh taolo o'z bandisiga yordam qiladi. Sallallohu alayhi va sallam. Hozir payg'ambarimizning ismini tilga ilib so'zlashyapmiz. Payg'ambarimizning hayot sarguzashtisini kelgan yerdan boshlab so'zlab bergan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi, bova. Bey ko'pdan gap bo'ldi, bova. O'tinib qalay. Yangi voqealiklarni deb bering-a? Bularga bekmi qiziqyaptiman. Qadrlik bolarim, buni mendan talab qilgan ekansizlar. Men bu hikoyamni boshlay emsa.
Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan qitim sizlarga Xandak urushi to'g'risida so'zlab o'tgan edim. Allohning yordami bilan musulmonlarning bu urushda g'alaba qilib, o'ylariga xo'shal-xo'ram qaytganligini deb bergan edim. Hijriya kalendarining 6-yili Rasululloh Makkaga umra haji qilish uchun berishga niyatlandi. Ular qilichlarini tashlab o'z makoniga qaytib atadi. Ibn Salul ular nima degan död? Ular Allah yo'lida urush qilishning itoat, ishlashning ibodat bo'lganligiga iymon keltirganmish. Hozirgacha ular Makkaga qaytish xiyolida. Ular balki Makkani elishi mumkin. Ular kutib tursin. Qaytib kelishi mumkin emas. Ularni sal chaqlama. Makka ularga nisbatan bir vatandan muqaddas. Chunki tunji vahiy Makkadan nozil bo'lgan. Bu yili u yerda haj qilishi mumkin. Bu xabarni angladingmi? Ular yeniga hech qanday qoral olmay, quruq qo'l berib haj qilarmish. Qoralsizmi? Shundaq, Abu Sufyan ularni cho'lda yo'qitdi. Ular qaysi iymoniga shuncha chang yepishidi? Ular zodi nima o'ylaydigandi? İmanı ularni qutqiza olamdi. Lekin xotirjam bo'l, ular cho'lda halok bo'lib tugishidi. Men hozirgacha ularning kuchining manbasini izlayapman. Ular Makkaga nimishqa qurolsiz kelgandi. Abu Sufyan, ularning bu ishi qanday qaraysan? Ular bilan urushmaymiz. Bo'lmasa, butkul arab qabilalari qurolsiz odamlar bilan urushibsizlar deb bizga qarshi chiqadi. Shundaq emas. Bu masalani cho'qim yaxshi bir taraf qilishimiz kerak. Meningcha qo'limizdan bir ish kelmaydi. Eng yaxshisi ularning Makkaga kirishiga yo'l qo'yaylik. Kabening atrofida tavob qilishga ruxsat qilsak, yuzimiz tushib ketadi. Lekin ular kap bo'ldi. Kechikdik. Yo'q, kechikmadik. Xolidni avatayli. Ularni qo'rqitsin. Qo'rqsa qaytib ketadi. Yana ketmasa, ularga vakilimizni avatimiz. Abu Sufyan, undaqda ular bilan tinchlik kelishimi imzolasak bo'lamdi. Qaraganda ular kuchlanib qolgan o'xshaydi. Hozircha mushundaq qilishdan boshqa choramiz yo'q. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Ular sizlarni kushkursimi, sizlar qo'l yondirmay jim turinglar. O'rninglardan midirlamanglar. Ularning niyati sizlar bilan urushish, sizlar urushmanglar. Sana salam bo'lsin, ey Xolid ibn Valid. Allah'ı dua qilinglar. Rasululloh mundaq deydi. Allohni yaxshi ko'radigan har kishi Allohga dua qilish uchun av daraxtning ostiga yig'ilsin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. Bizga bir qancha elchi avatinglar. Ana Suhayl ibn Amir kelyapti. Ahvoldan qaraganda biz bilan tinchlik kelishimi tuzgisi bor ekan. Ey Muhammad, sizlar bilan kelishim tuzish uchun shartlarimizni avatgan edik. Shartimizga ma'qul bo'ldinglarmi? Bu nima? Bismillahirrahmanirrahim. Rahmonning ma'nosini tushundim, lekin bundaq yasanglar bo'lmaydi. Biz buni tushunmaymiz. Sizlar degan so'zni qabul qila olmaymiz. Allohga qasam qilamanki, agar sening Allohning elchisi ekanligiga ishongan bo'lsak, sana qarshi chiqmaydiq, Kabe'ga kirishingni to'smaydiq, sen bilan urushmaydiq. Kelishimga faqatla Muhammad ibn Abdullah bilan Suhayl ibn Amir kelishim tuzdi deb yozinglar.
Muş şekilde bolsun. Bu en doğrusu. Muhammed bilen sahabileri bu yıl Mekke'ye girmey, Medine'ye qaytsın. Ama Mekke bizning şehrimiz. Keler yılı biz Mekke'den çıkımız. Sizler kılıçınlarını elip Mekke'de 3 gün turuşqa kelsanglar boludu. Buna koşulsanglar tinchlik kelishimi imzalaymiz. 10 yılgacha urush qilmaymiz. Bundaqda tinchlikda yaşaymiz. Bir kechida tuyuqsiz qaytmanglar. Sizler bizge naqchilik qilmanglar. Biz sizlarga naqchilik qilmaydi. Bu jarayonda xohlagan kishi Muhammadning diniga kirsin. Qurayshdan xohlagan kishi Quraysh tarafga o'tsin. Agar bularni rad qilib, bizning odamlarimizdan biriga aziyat qilsanglar, bu tinchlik kelishim buzilib, butunlay inovatsiz bo'ladi. Bu kelishim 10 yillik kuchga ega. Bizning tinchlikka ehtiyojimiz bor. Bu jarayonda islomni keng turda tashviq qilib, ulug' chaqiriqni har tarafga tarqitamiz. Bu Peygamberimizning dunyodagi podshohlarni islomga da'vat qilib yozgan maktubi. Rumlarning podshohi Herakliga, Eronliklarning Kisrosiga, Qibtlarning boshlig'i Muqavqasga yo'lga chiqinglar. Allohga omonat. Allah özdən başqasıga ibadet qilmasliginglarni shart qiladi. Ata-onanglarga yaxshi muomala qilishinglarni talab qiladi. Islom bizni ata-onanglarga g'udurmanglar, ularni hurmatlanglar, ularga silliq sipoya, yaxshi muomala qilinglar deb buyurgan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. İslam bizni qalaqlıqdan qutuldirdi, nadonlikqa xotimi berdi, insonlarni shon sharaflik, hurmatli qildi, ayrimchilikni man'iy qildi. Arab bilan ajam o'tirsida hech qanday farq yo'qligini bildirdi. Alloh taolo mundaq dedi: "Ey insonlar, sizlarni ayol qilib yaratdik. Bir-biringlar bilan tanishishinglar, do'stlashishinglar uchun har xil millatlar va qabilalar qildik. Allohning nazarida ustun kishi eng taqvo kishidir. Ey jamoat, Allah bizni ishonishga buyurgan islomiyat mana mushu. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Omonatni sana ishongan odamga qaytirib bergin. Sana xoinlik qilgan odamga xoinlik qilmagin. Rasululloh deydi-ki, hammanglar podshohsizlar. Qo'l ostinglardagilarga mas'ulsizlar. Er kishi oilaning boshlig'i, oila a'zolariga mas'ul. Ayol kishi uy ishlarini boshqaradi, bolalarga mas'ul. Kişinin xizmetçisi xizmetiga mas'ul. Mushuningdan javob berdi. Demak, hammanglar boshliq. Sizlar o'zinglar qarashga mas'ul bo'lgan kishilar haqida Allohga hisob bersizlar. Buni hargiz unutmanglar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Demak, bu bosqich islomiyatni kengaytirish uchun bekli foydali bir fursat bo'ldi. To'g'ri aytding, Ali. Buva, podshohlarni islomga da'vat qilib maktub avatgandan keyin qanday ishlar bo'ldi? Bularni keyingi qitimda aytib beray bolalarim. Men rostla tutko'z bilan kutaman, buva. Men dadamga yordamlashga boraman, buva. Chunki qo'lqi yumshoq bola bo'lishim kerak. Alloh yordamching bo'lsin. Allohga omonat, buva. Allohga omonat. Xayr xo'sh bolalarim. Xushvaqt bo'linglar. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر